Mana bu narsalarni televizordan ko'rardim. Havasim kelardi, bizga yeyish mumkin emas edi. Undan musobaqalardan oldin bunaqalarni sotib olib yeyishga pulim bo'lmagan. Mana endi birinchi marta hayotimda xlopya tayyorlab yemoqchiman. Do'ppolar. Yo'q bo'ldim. Buni aralashtirish kerakmi? Ha, ozgina aralashtirib olish kerak. Ana. Yo'q. Osh pishirgandek his qilyapman. Qanaqa chiqsa ko'ramizda endi qanaqa chiqishini. Bu narsani yeb yurgan odamlar uchun qadri yo'q-da. Biz yemaganimiz uchun biz uchun juda ham qadrli bu narsalar. Bir pas tursin endi bu. Yo'q, qo'yiladi, shunday turadi. Shunday tursa kerak. Bog'lamaydi-ku. Ko'ramiz endi. 60 sekund tursa bu. Sanab turaymi, bayar. Mana. Ha, ana o sut shokoladniy. Shokoladniy sut. 1%. Ha, bu yerda shunisi yaxshi ekanda, xohlagan narsani deyishimiz oddiy sut, bu shokoladniy sut. Chotki. 4 litrdan. Let's go.